tavba qildim, ayniqsa Real muxlislariga, umuman Realga-da hech qaysi jamoa bunaqa yutmaydi Chempionlar Ligasini. Ketma-ket 3 marta yutgan, to'g'rimi? Yagona jamoa ketma-ket hech kim bunaqa qilmagan. Bitta yutqazibdan keyin voy Ancelotini haydab yuborish kerak. Agar shu Ancelotti qilgan natijani masalan boshqa birov qilsa, boshqa klubda haykal qo'yadi-da. Ha, bular yil qilmagan. Ha, bular darrov haydavor, qamavor buni. Anaqasini mol-mulkini musodara qil. Ha, dahshat. Real plankasi shu endi, xohlasak olmasak shu-da. Qo'yib qolish kerak. O'shaning uchun shu gap bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha boya aytildi, Arsenal hozir asosiy mana shu 4 taning ichidagi yutug'i Realni yutganlik. Realni yutib olsa, City Realni o'tgandan keyin Chempionlar Ligasini oldi. Birinchi marta Realni yutib oldi. Realni yutsang chempion bo'lasan. Ha, ana Chelsea yutqizgan yili Realni yutmagan menimcha. Real Chelsea yutqizib qo'ygan. Ko'rish Chelsea yutganda. Chelsea Realni yutib chempion bo'ldi. Ha, demak bu yil ham Arsenal bo'lishi mumkin. Guardiola'ning tili bilan aytganda bor-ku. Anu chiqib ketsin, keyin aytaman degan-ku. O'sha Guardiola kattasi aytganda, kimga yoqadi, yoqmaydi, bu fakt. Buni terisidan o'tkazgan odam. Yillar davomida zamonaviy futbolga eng ko'p hissa qo'shgan murabbiy Chempionlar Ligasini biladi, u uyini. Jamoani ko'p aytadi.